Nihoyat yangi qishloqda keldi. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Alekin. Minecraft o'yinida men juda ham qishloqda qishloqlarni nihoyat topdim. Do'stlar, men juda ham o'zimni eski qishlog'imdan zerikib ketganim va o'ta zerikib ketdim. Nihoyat yangi qishloq topdim. Xo'sh, bu qishloqda meva bilan gaplashish kerak. Salom. Siz menmisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bu qishloqda men yangi keldim. Ya'ni endi vaqtda keldim. Hozirgina keldim. Siz menga bu yerda qanaqa qilib uy sotib olishlarini o'rgata olasizmi? Sen o'yinchimisan? Ha, men o'yinchiman. Sen menga juda ham kerak eding. Ular bilan gaplash, men o'yinchiman desang o'zi aytadi. Siz menmisiz o'zi? Ha, men menman. U ikkinchi men. Okey. Xo'sh, assalomu alaykum. Ikkinchi men. Va alaykum assalom. Bitta o'qiymiz. Bo'pti. Men o'yinchiman. Wow! Sen o'yinchimisan? Undaki men bu ikkinchi qavatda chiqib narsalarni ol va men keyin bu sandiqda narsalarni olasan. Xo'p. Ikkinchi qavatda o'zi nima bor? Men nima qilishmoqchi bular yangi o'yinchi? Wow, do'stlar! Kumushdan yasalgan olmoslik qilich bular. Hammasini olaman. Hammasini olib chiqaman. Va bosh kiyimni ham endi bularni kiyamiz. Do'stlar, menda zo'r turibdi, ana sochimda zo'r turibdi. Senga yoshganda xursandman. Rahmat, men ham xursandman. Endi men bu sandiqda nimalar bor? Olsam bo'laveradi. Bo'laveradi. Do'stlar, o'g'nachilar nima bu? Yo'q, bunchalik narsalar qanday to'pladi? O'zi men nima qilmoqchisizlar? Nega ularni olmoqchisiz? Kiyimlarni nega? Men senga aytsam, shu biz qishlog'imizda juda ko'p zombilar yo'q qilyapti. Uylarimizni vayron qildi, qaytadan qurdi. Shuning uchun endi sen ham bizga yordam ber. Qo'riqchi bo'lsan, shu qishloqda qolishingga ruxsat beraman. Hozir do'stlar, bir daqiqa bo'ldi. Bo'pti, shularni olaman. Butun umumiy qo'riqchi bo'lish huquqlarini. Xo'sh, hammasini olaman. Shit ham olaman. Endi crafting table ham olaman, pechkani ham, bloklarni ham olaman, barchasini. Xo'sh, endi hammasini taxlab olish kerak. Bular bu yerda turaveradi. Va galim tuxumidan ham bor ekan. Bu yerda tursa. Bu yerda. Bitta qo'lim doim bo'sh turishini yaxshi ko'raman. Xo'sh, men hammasini oldim. Mana qilich, mana shitim o'zimga, kirka, mana diamond axe, mana stack, olma, limon tosh, diamond shovel, iron hurry, yana iron golem sifaning egg. Xullas hammasini oldim. Nima bo'pti, men qo'rqchilikni boshlayman. Yo'q, hozir boshlamaysan, kechasi boshlaysan. Meni uyim-chi. Temirjon uyini olishim mumkin. Temirjon uyi, mana o'zimdaqa uy-ku axir bu. Nima bo'pti, men ketdim. O'zimni uyimda. Bu yerda Temirjon uyi ikkita deb eshitdim. Qaysi bir? O'zing yoqqan olaverasan-da. Kalla bolam. Xo'sh, endi biz kechasi zombilar bilan jang qilamiz. Undan oldin biz uxlab olishimiz kerak. Kechasi jang qilishimiz uchun. Wow, Temirchi, sening uying menda ekan. U yer meni uyim emas, ishonim. U sening ishoning endi meniki. Wow, shunaqa uylarni yaxshi ko'raman-da. Bu yer bo'lmaydi. Men buni qaranglar, o'ynani loy to'sib qo'ygan, lekin sandig'ida zo'r narsalar bor ekan. Nima bo'pti, men qishloq qo'riqchisiman. Hammasini olaman.